Assalomu alaykum. Avtobunyo kanalining qadrli obunachilari, Jiguli ishqi bozori. Bugun 21 fevral, haftaning shanba kuni Sirdaryomizda chul mashina bozoridan Jiguli narxlari 0607 Lada Samara Niva narxini tanishtirib boraman. Xudo xolisa foydali bo'ladi degan umiddaman. Ertaga xudo xolisa Jizzax mashina bozoridagi Jigulilarni ko'rsataman. Video foydali bo'ladi degan umiddaman. Imkon darajada narxlarni talashib, tortishib, arzonlarini ko'rsatishga harakat qilaman. Sizlar qo'llab-quvvatlab, bitta like bosib, kommentar yozib keting. Videoni ko'proq odamga jo'natib qo'ying. Inshaalloh foydali bo'ladi degan umiddaman. Kanalga obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying. Hammasi mukofot ekan. Barchaga yaxshi kayfiyat. Xudo xolisa biz boshlaymiz. Jigulilar qatoridan yaqinlar, xudo xolisa. Mana buni egasi hali kelmabdi shekilli. O'tgan bozordan shu yerda turadi. Xo'p, bo'lmasa biz boshlaymiz bo'lmasa Jigulilardan bir qator, lekin juda ham ko'p bugun. Xudo xolisa egasi borlarni bitta-bitta. Kimdan ekan mashin? Assalomu alaykum. Yil necha aka buni? Kayfiyati yaxshimi? Sog' salomatmisiz? Puli necha pul? Necha pulga berasiz mikrofonni oling. Mashina xarajati yo'qmi? Bitta ochib oling. Motor nechilik? 03. O'zi Jiguli 213 qilingan. 213 qilingan. Puli necha pul? Kelishtirib ayting endi. 18 kam bor aka. Mashina xarajatlari yo'q? Korobka hadoy. Korobka hadoyi, o'rta hol hadoylari. Moy yemaydi. Moy tutashini aka qilib beraman. Chunki kecha moy almashtirdim, aka sal tutib qoldi. Klapin salinlikdan dedi. Almashtirdim, klapin salinlikdan. Atak kanosi yo'q. Xarajatga o'tib berasiz. Gaz zakmilari ham bor. Yo'q, o'tib bersa o'tib beraman, xolos. Yoki to'g'rilatib beraman. Necha pulga berasizmi? Kelishtirib ayting. Dokument ham yo'qmi? Yo'q, dokument xolosa generalni, xolosa оформить, xolosa 18 milliondan kelishtiring endi. endi aka bo'lish shu. Nomeringiz nechi? Endi aka kesin, bir klient kesin, aka 97 lik. 97 lik 164 164 44 45. 44 45. Xo'p, akajon charchamang, sizga omad, mikrofonni olaman shundoq. Sog' bo'ling. YouTube'ga avtobunyo kanaliga chiqadi aka. Farqi yo'q, o'zi bitta ekan. Yil necha aka buni? Assalomu alaykum. Akajon yaxshimisiz? Kayfiyati yaxshimi? Sog' salomatmisiz aka? Charchamayapsizmi? Yil necha aka buni? 83. Pul necha pul? Kelishtirib ayting, mikrofon taqib olsangiz ham mayli, ovoz eshitilsa bo'ladi. 83 pul necha pul? 16 so'rayapmiz. 16 million. Qancha o'tib berasiz? Ha, shundan o'tib beramiz. Mashina ochib oling. Xarajatlari yo'qmi? Korobka hadoishlari yo'qmi? Hadoylarda kamchilik yo'q. Moy yemaydi akajon. Yangi. Gaz zakmetlari ham bor. Moy yeydi. Yashirmaymiz. Rasxodni o'tib berasizmi axir? Hozir shundan o'tib beramiz. Xo'p, bog'larni holat yaqinlar. Hadoylarda mana shumkada mashina. Ularni holat yaqinlar. Jiguli ishqi bozori. Qanchaga berasiz endi oxirgi summasi? Kelaversin, shundan gaplashamiz sizlar. Variantdan berasizmi? Ya, variant. Faqat naqdga. Nomeringiz 99 lik 99 lik 476 476 55 55 75. 75. Xo'p, akajon charchamang, sizga omad, mikrofonni olaman. Salomat bo'ling, omad. Xo'p, yaqinlar, Jiguli ishqi bozori, Sirdaryo Mirza chul mashina bozoridan egasi bor ekan. Aka, kimdan ekan mashin? Egasi yo'qmi? Assalomu alaykum. Yil necha aka buni? Puli necha pul? Sog'ligingiz yaxshimi? Qanchaga berasiz? Kelishamizmi? Mashina xarajatlari yo'q, ko'rsatsa bo'ladi. Xo'p, yaqinlar, Jiguli so'raganlar uchun Sirdaryomizda chul mashina bozoridan qolsa, hozir aka nomer telefonni gapirishyapti, shuning uchun ham mikrofonni bera olmadim. Bog'larning holati salonga bitta baho bera olaylar, yaqinlar. Lekin mashina akkuratni qaralgan ekan. Mashina xarajatlari yo'qmi aka buni? Necha pul qilib berasiz oxirgi summasi? Variantga bera olasizmi? Nomeringiz necha? 91 lik 100 01 00. Xo'p, akajon charchamang. Xo'p, yaqinlar, bo'lmasa bu yoqdan bitta-bitta ko'rsatamiz endi. Assalomu alaykum. Kimdan ekan bu akajon? Nima qilyapsiz aka? YouTube, Instagram pulini qilib qo'yishni o'tgan bozor. YouTube'ga qo'yishlik bo'ladi. Yili narx qiziq bo'ldi akajon, boshqa shart emas. O'zingiz qo'yaverasiz. O'zingiz ko'rsatingmi, narx qiziqda. Puli necha pul? Puli 23 million. Yili Yili 88-yil. qanchaga berasiz oxirgi summasi? 20 million. Undan kami yo'q. Zanimiz korobkalar toza, motor 3. Bo'ldi akajon, xo'p, charchamang. Xo'p, yaqinlar, bo'lmasa egasi bor ekanmi? O'zi bozorda savdo ham yo'qligi, egalari ham yonida emas lekin mashinada. Xo'p, 07 ishqi bozori. Assalomu alaykum. Aka, zerikmaysizmi? Kayfiyati yaxshimi? Yil necha mashina? 2007 Puli necha pul? Kelishtirib ayting. kelishtirib 25 deyapmiz. Kelishtirib yana savdosi bormi? Mashina xarajatlari yo'q. Ko'rsatsa bo'ladi. 2007 yaqinlar, 07 ishqi bozori, mashina xarajati yo'q deyapti. Yana bir qator tekshirtirib bemalol gaplashib olasizlar. Yozib qo'yilgan.
25 million so'm so'rayapti yaqinlar. 07 ishqi bozori, Sirdaryomiz uchun mashina bozori. Yaxshiroq qo'sh so'ray. 4 yangi bo'lib taqilgan ekan. Aka qancha qilib berasiz? Oxirgi summasini ayting endi, beraylik pulsiz. 23 bo'lsa Yana savdosi bormi? bor yani. Qanchaga berasiz? 20 dan past o'tib berasizmi? 20 dan past bor. 20 dan past bo'lmaydi. Nomeringiz 97 97lik 340 340 60 60 62. Variant barter. yo'q naqd. Faqat naqd. 20 dan pastga gaplashamiz, 19 ga beraverasiz. Gaplashamiz. Bo'ldi, akajon charchamang. Xo'p, yaqinlar. Aka nomerlarni qoldirdim. Qiziqlar bo'lsa telefon qilib tekshirtirib bemalol gaplashib olasizlar. 07 ishqi bozori. Mashina kimdan ekan aka? Egasi yo'qmi? Sizdanmi? Mashina sizdanmi aka? Egasi yo'qmi? Ichkarida ekan o'zi. Xo'p, Lada Samara yaqinlar. Assalomu alaykum. Aka yil nechi mashina? 2008 Pul nechi pul? Kelishtirib ayting. 5 million. 25 million. Qanchaga berasiz? 23 larga ber. 23. Yana savdosi bormi? Boshqa xarajatlari yo'q? Korobkada ish yo'q. 8 dedingizmi? 2008 2008 23. Yana savdosi bor. Kelishamiz ha, yaqinlar. Lada Samara ishqi bozori. Sirdaryomiz uchun mashina bozoridan 2008 ekan, 23 million yana ham savdosi bor deyapti. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib tekshirtirib bemalol gaplashib olasiz. Xohlasa, Obon Xo'l 8 ga taqilgan ekan. Mashina xarajatlari yo'q ekan, korobkada ishlari yo'q. Yaksa qo'yilgan. Ikkita korobka qo'yilgan. Mashina xarajatlari yo'q. Nomeringiz nechi? Nomer yangimi? Xo'p, yaqinlar. 23 milliondan o'tib beraman deyapti. Yana bir qator telefon qilib, Lada Samara ishqi bozorida tekshirib olsa bemalol. Aka nomerini topguncha. Xarajatlari yo'q deyapti. Nexia korobka qo'yilgan ekan. Nomeringizni aytib o'ring endi. 94lik 037 38 89. 23 dan o'tib berasizmi? Bo'ldi, akajon charchamang, sizga omad. Xo'p, 07 ishqi bozori. Mashina kimdan ekan aka? Egasi yo'qmi? Ha, bo'ldi, muammo yo'q. Ulardan egasi yo'qmi deyman. Kimdan ekan aka mashina? Egasi yo'qmi? Xo'p, assalomu alaykum. Ama yil nechi mashinada? 87. Puli nechi pul? Kelishtirib ayting. Men aytyapman 15 deb. 15. Yana kelishtirib berasizmi? Mashina xarajati yo'qmi? Korobkada ish yo'q, moy yemaydi. Yangi motori oldi bo'lgan qilingan. 15 ta qancha o'tib berasiz? Bilmasam olaman bo'lsa Kelishamiz ha. Variantga ham beraverasizmi? 5 million pul boriga. O'zi ko'rib pul bo'lyapti. Varianti bor o'zi. Nomeringiz nechi? Bor beraman. Nomeringiz 77 77lik 971 971 0603. 0603. Xo'p, akajon charchamang, sizga omad. Bo'ldi, xo'p, charchamang. Xo'p, yaqinlar. 07 ishqi bozori, Sirdaryomiz uchun mashina bozorida. Assalomu alaykum. Akajon yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Yil nechi buni? 2008. Pul nechi pul? 15 ming. Qanchaga berasiz? Shu endi usta ozgina bir tushunib berdim. Mashina xarajatlari yo'q? Mashina xarajatlari yo'q? Ko'rsatsa bo'ladi? Narsani to'g'ri. 2008 a 15 ta qancha o'tib berasiz? Mashina xarajatlari yo'q, bitta ochib oling. Ochiqmi? Yo, bismillah. Gaza qo'yilgan. Qilingan. Moy yemaydi. Dokumentda muammo yo'q. Allohning qo'lida 2008 15 million so'm pul so'rayapti aka. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilib, nomerlarni qoldiraman, bemalol gaplashib olasizlar. Kelishamizmi? Bo'ldi aka, xo'p. Shunda o'tib berdim. Savdosi bor, variantga berasizmi? Variant yo'q. 15 ta o'tib berasiz. Nomeringiz 95 95lik 708 708 99 99 00. 00. Xo'p, akajon charchamang, sizga omad. Xo'p, Jiguli ishqi bozor oxiridagi Jiguli. Assalomu alaykum. Aka zerikmaysizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Yil nechi buni? 88 Pul nechi pul? 15 kam bor. Qancha o'tib berasiz? 15 dan. Kelishtiradi. Mashina xarajatlari ham ko'rsam bo'ladi. 88 15 million. Korobkada o'sha moy yemaydi. Toch o'ring. Bir hafta bo'lmadi. Ochiqmi? Yo, bismillah. Gazda qo'yilgan. Bir hafta bo'ldi. 5 ta kalatga qo'yilgan kabobda. 5 ta qo'yilgan. Gap yo'q lekin. Allohning holati. Hammada bor. Qancha o'tib berasiz endi 15 dan? Kelishtiradi. Dokumentda muammo yo'q-a? Muammo yo'q. Nomeringiz 91lik 91lik 590 590 4909 49 09. 09. Xo'p, akajon charchamang, sizga omad. Xo'p, yaqinlar boyagi yana bitta 31 kelibdi qora, uni ham ko'rib so'ram hozir. Jiguli qatorida bozorda ahvol chatoq. Lekin bozorda xaridor o'zi ham yo'q. Jiguli qatorida o'zi tushundinglar nima sababini?
Sababini o'z fikrlaringizni kommentga yozib ketinglar. Bu yoqdan bitta 31 chiqdi agar mana shu 31 Volga xudo xohlasa egasi yonida bo'lsa narxini yilini olib beraman. Qiziqqanlar bo'lsa xudo xohlasa bemalol telefon qilib tekshirtirib gaplashib olsalar yaqinda mana shu 31 Mashina kimdan aka? Assalomu alaykum. Hozir keldingiz, qaytib kelyapman-da. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Kayfiyat yaxshimi? Yil nechi mashina? 99 pul nechi pul? Mikrofon taqib oling, shunga gapiraverasiz. Pul nechi pul? Kelishtirib ayting. 99 yili. 300 so'rayapsiz. Qancha o'tib berasiz? Kelishtirib. O'tib beramiz. O'tgan bozor olib chiqqan birinchisimi? Yo'q, birinchi bozor. Jizzaxga ham olib chiqmadingiz. Yo'q, yo'q. Nechi pulga o'tib berasiz endi oxirgi summasi? Beradiganingiz. 50 so'm, 60 so'm. Savdosi bor-a? Boshqa xarajatlari yo'q. Qadoshlar yo'q. Adovlari qilingan. Balon qo'l yaqinlar, mejigar pult. Dokumentda muammo yo'q. Yo'q, yo'q. Yaqinlar. 31 video registrator hammasiz qo'yilgan ekan. Variantga ham beraverasizmi aka buni? Yo'q, variant yo'q aka. Gazda qo'yilgan mashinaga. Gaz qo'yilgan 3 tali temir gaz. Nomeringiz nechi? Nomer 99 99 lik 627 627 94 96. 94 96. Xo'p, akajon charchamang, ishingizga omad. Telefonda olaman. Salomat bo'ling, omad ishlaring.